Hozir qolsa, o'sha narsa kamayib boraveradi, jamiyat yaxshilanib boraveradi. Endi kutilmagan kadr, bu odam meni dadam, otam. Rahmat. Ana Mana Qo'qon shahriga yetib keldik. Mana Buyuk Allomalar muzeyi. Bu O'zbekistonda yagona muzey, Allomalarimiz muzeyi. Shu yerda bugun ko'rgazmamiz bor. Kulgu, ya'ni 1-aprel kulgu taklif bilan keldik. Men hozir qarayman, ob-havo zo'r, Qo'qonda ob-havosi, iqlimi, manzaralar zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilaman muzeyga kelishlaringni. Keyin bitta Buyuk Allomalar muzeyi, bu yerda Muqo'y deymizmi, Hamza deymiz, menimcha ichida buni tanishtiraman. Eksponatlar bilan muzeylarda ham bir tanishtirib o'taman. Mana hozir qadimiy keyin yana bir joy bu Qo'qonda Chorsusi deyiladi ekan, ya'ni Chorsu deyiladi ekan bu yerlar. Mana ko'rasizlar. Bu yana oxirgacha qo'yiladi, albatta menimcha qiziq faktlar bo'ladi. Mana muzey ichidamiz. Ajoyib. Qadimiy o'sha unaqa bir asarga tegishli. Faqat original o'sha Amerikaga, Yaponiyaga, Xitoyga, Fransiya, Germaniyaga borgan asarlaringizni olib kelamiz dedik. Shuning uchun ozgina cho'zilib qoldi bu narsa. Va bizga kolleksiyalarimiz qanchasini muzeyimizga, kolleksiyalarimizga topshirmoqchi bo'lganlarni ham juda ham behisob minnatdormiz sizga. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Sizga mana bu. Endi bu sertifikatlar to'lib ketgan. Bu yana rahmat. Yaqinroq turing birga. Birga turing. Bu har bittasi sizniki boshqacha. Rahmat. E'tiboringiz. Bo'ldi. Ana buni qarang bu. Rahmat, mana qarang. Rahmat. Qarang. Shu osmonga chiqib ketdik hozir. Rahmat. Haligi muxbirning savoliga meni bu asarlarimni chizishda bitta orzu maqsadim bor dedi. Qanaqa orzu maqsading? Odamlar rasmni ko'rib qalbida quvonsa, kulsa dedi. Yo biz negativ holatlarga, tahdidlarga qarab bo'lsa, tahdidga qarshi kurash hissi paydo bo'lsa qiladi. Men ana shu endi harakat qilib o'shaning uchun menga hech bir moddiyat kerak emas dedi. Ana bu Mahmudjonda eng zo'r fazilati bu moddiyatni ikkinchi o'ringa qo'ygan. Ma'naviyatni, ruhiyatni birinchi o'ringa qo'ygan. Shuning uchun ham moddiyat yerga ko'miladi, ruhiyat osmonga ko'tariladi. Ana shu bo'ladi. Qo'qonni musiqasi bu. Bo'ldi. Ne chaqirayapti? Domla? O'tirmang oyoqqa. Sog'lig'ingizni tabriklagan chunki bu ustoz xalqaro darajadagi rassom. Butun dunyo taniydigan O'zbekistonning san'atini dunyoga chiqqan rassom. Ustoz, biz siz bilan faxrlanamiz. Qo'qonda mavjud bo'lgan badiiy doktorlar uyushmasi siz bilan birgalikda hamkorlik qilishga doim tayyormiz. Keyingi ko'rgazmalarimizni
birgalikda bizning zallarimizda butun viloyatga tanitish uchun sizni taklif qilib qolamiz va hamda Kulgi ostidagi haqiqat nomli shaxsiy ijodiy ko'rgazmasi doirasida satira yumorning samarali ijodi, buyuk ajdodlarimiz merosi hamda milliy madaniyatimizni badiiy tasvir orqali keng jamoatchilikka yetkazish yo'lidagi amalga oshirayotgan samarali ijodiy faoliyati uchun Art rezidensiya direktori Ibragim Rahimqazimovich hamda Qo'qon badiiy ijod ko'rsatish raisi Rahim Alijon aka tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Kelgan baribir san'atga jinni muxlis haligi yuragida bolalar ko'rgani kelganda hammalaringga birinchi bor boshidan minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Mana rahbarlari mana Muhammad Rishodbek taklif qildilar. Qo'qonda shu ko'rgazma qildik. Bundan juda xursandman. Nimaga Qo'qonda, Qo'qon Latifda meni karikatura ko'rgazmam ochildi mana. Bundan boshim osmonda. Hammalaringga nima deyman? Kelganlaring uchun hammalaringga minnatdorchilik bildirib ta'zim qilaman. Rahmat. Yutuqlarini biz albatta shu tarix zarvaraqlariga bo'g'irlab qo'yilgan insonlardir. Shuning uchun shunaqa xursand bo'ldimki, bajonib ko'rgazmani berganingizga mana oqsoqollarni nomidan, uyushma nomidan mana har joyga gapirdilar. Katta rahmat. Ijodingiz hech qachon to'xtamasin. Mana shu ketishda ketaveradi. Rahmat ustoz rahmat. Akajon. Ko'rgazmada ishtirok etyapmiz. Mana ko'ryapsizlar. Har bitta asarda, tomosha qilsangiz, har bitta asarda bir narsa bor, haqiqat bor, tanqid bor. Ya'ni bu hozir ko'rgazmaning nomi ham shu. Ya'ni haqiqat ostidagi kulgi ostidagi haqiqatlar degan nomlanyapti. Har bir asarda o'ziga yarasha bir tanqidiy aloqa borda. Mana bu rasmlarga qarang. Bu koronavirus ustidan odamlar kutyapti. Ben tagida hammasizni tagida ma'nosi bor. 60 yoshlar tabriklanyapti, pensiyaga chiqyapti. Buni bitta qarqabat tanqidiy bir narsa bor. Kulgi ostidagi haqiqatlar. Mana yana xotin yotibdi. Yine mana olingan medallar. Dünya bo'yicha olingan medallar. Har xil medallar olingan. Xitoy deysizmi, Yevropa deysizmi, Italiya deysizmi, Yaponiya deysizmi, hamma joydan medallar bor. Oltin medal deysizmi, hamma medallar bor. O'zbekistonda ham shunday. Bular ham oltin medal. 2002 oltin medal. Bular hammasi oltin medallar. Keyin yana oxirgi medallar bor. Bu yerdan boshlaman. Bu yerda ham medallar bor. Mana bu yerda ham medallar, sertifikatlar. Dunyo tanigan rassom. Dunyo taniladi bu. Kelsa Yevropalarda o'zini ko'rgazmalarini ishtirok ko'rgazmalari bo'lgan. Ya'ni Yevropalarda ham shaxsiy ko'rgazmalari bo'lgan. Fransiyada deymizmi, Italiyada deymizmi, shunaqa bo'lgan. Shaxsiy ko'rgazmalari bo'lib o'tgan. Juda ham qiziq. Alisher Navoiyni yog'och o'yingohlikdan qilingan ketlaşlarimiz ajoyib. Sekin yaklaştırib ko'rsataman. Yog'och o'yingohlik. San'at. Yana bir masala eksponat. Eski duradgorlik asboblari, ya'ni bu randa, ko'mak, qadimiy. Juda ham chiroyli o'tdi. Nima deydi, kutilmagan bir aniqlik. O'zingizda fikringiz uchun karikatura deganda nima odamlar nima deyishingiz mumkin? Qisqa karikatura nima? Mana hozir bizni Qo'qon shahrida karikatura ko'rgazmamiz bo'ldi. Bu o'tdi, ochilish tadbiri bo'lib o'tdi. Bir oy davom etadi. Karikatura bu odamlarga kulgu ulashish asos sababi
hozir karikaturaning nomini belgilabsiz, ya'ni kulgu ostidagi haqiqat deb belgilaysiz. Endi bu yerda o'sha nomini shunaqa kulgu ostida haqiqat. Endi bu yerda bitta narsa borda, o'sha biz karikatura chizgi rasmlar orqali o'sha illatlarni, muammolarni ko'taramiz. Kuldirish orqali. Ozgina bo'lsa ham o'sha kimgadir ko'rgan odamga ta'sir qilsa, ma'naviy oziqa olsa, o'sha narsa kamayib boraveradi, jamiyat yaxshilanib boraveradi. Endi kutilmagan kadr, bu odam meni dadam, otam. Rahmat. Ana